Kelinizni hamma narsa ertalab 6 da turib ko'cha sipirdingizmi? Yo'q, men qizlarni supurtirmayman. Men biron bola supurish kerak. Qo'rqib. Kelin ham ko'rsangiz. Kelim kuyda. Battar bor. Good morning. Qalay? Nimada ko'taryapsan? Men sizga cho'tki narsa olib keldim. Yaqinda Xudo xolasa to'y, o'g'lingizni uylantirasiz. Keliningizga bu hamyonlarni bir ish qalatib tozalaysiz. Sen demasan, men kelin emasang. Voy, nima men burun ish qildim. Birinchidan ikkinchidan menda o'sha bor. Qattiqmi? Nima sanda ko'rdim? Короче, maqtadik, men ham oldim. kelin bo'lgandan keyin ishlash kerak. Bo'lman. Kelin bo'lgandan keyin ishlash kerak. Kelin bo'lgandan keyin o'g'lini baxtli qilish kerak. Yo'q. Ha. Bo'pti, nima tayyorlab berasiz bugun? Kiyevskiy. Kiyevskiy tort ketdi. O'zim bilib yuvilganmi? Yo'q. Yo'q, faqat O'sha savolga javob ko'plab berishdi, to'g'ini ko'tidan chiqqaniga yuvish kerak edi. Men funduqqa qo'rib yuboraman. Ozgina kershiga qo'shaman. Xolasanglar qo'shinglar, xolasanglar yeringoda qilinglar, xolasanglar. O'zbekcha gapiring, keshi bu qandoq pista. To'g'ri? O'yinsa qandoq pista? Hindiston. Gaji. Ha, gaji. Mana siz bu dushi qaynanasiz. Qanaqa qaynana bo'lasiz? Voy, bilmayman, men hayotimda birinchi marta qaynana bo'lish. Yo, o'zi qanaqa bo'lgisi keladi? Yaxshi, adolatli. Keliningizni hamma narsa ertalab 6 da turib ko'cha sipirdingizmi? Yo'q, men qizlarni supurtirmayman. Men biron bola supurish kerak. Ana bo'lmasa, hamma yon yettirmaydimi? Men 2 korobka billuri narsasini olib kelib berdim sizga. 2 korobka billur ishlatadigan odamlar bor-da. U men qizlarim ham bor, men borman. Tushundingmi? Asli optim uy yig'ishtirasizlar. Короче, bitta shu o'rinda haqiqatan bu reklama emas, hozir ishlatib ko'rasizda. Men ishlatyapman o'zi. Billuri narsalari haqiqatan zo'r ekan. Birinchidan 100 ming so'mdan ko'proq zakaz qilsa, 100 ga chopib berar ekan. Ha. Ya'ni zo'r narsasi, agar mahsulot yoqmasa-chi, pulingizni qaytarib berasiz. Javob pulini qaytarib beraman deb egasi aytdi menga. Iturin dangalchi dedi. O'shaning uchun bu tavsiya haqiqatan. Bizga Nuburga o'rtalabzangida hashar kelaverasizlar, billur bilan uy tozalaymiz. Assortiment bomba. Ichida jidkiy mылоsi, jidkiy parashoklari, konditsionerlari, освежителлari, tualet yuvishga deysizlarmi, unitaz tozalashga deysizlarmi, anti jir deysizlarmi, освежитель воздуха deysizlarmi, polirol bor-ku, taxtalarni tozalashgacha hamma narsa bor ekan. Kelin nima? Uxlab yotsa siz ishlamaysiz-ku. Kelin ham uxlab yotmaydi, mana uxlab yotmaydi. Ish qilganda ish qilinadi. Kelin ishlashga kelmayapti, yashashga kelyapti. To'g'ri. Bilmasam, men bilan seni bilaman, siz прекрасно bilgansiz. Men keliningiz borligida qarashardim. Haligacha. Maqtanding bo'ldi, bor maqtan. Maqtanuraman-da, yaxshi yer bilganman. Mana, qilib qilamiz. Yubormam. Hozir tekshirib ko'ramiz. Ancha jirini bildir ekan. O'g'lingiz bilan keliningiz urushib qolsa, kim yonma olasiz? Hech kimning o'rtasiga tushmayman. Mana qolib yordamda shunaqa qilib kalsolar qilib olasizlar-da. Duxovkaga pishirishga yuborasizlar. Hammasini yozaman, iltimos o'qinglar, xo'p. Videoning tagida описание bo'ladi-da. Bundoq 3 ta nuqta еще degan joy bor. O'sha bundoq bossanglar to'liq resept chiqadi. To'g'ri. No'y. Patning noshinni, qani? Cho'tga bo'pti? Shunaqa kelin ishlashiga qarshi emas. O'sha tarafdoraman. Ovqat qilishni bilmasachi? Вообще farqi yo'q. Kim ovqat qiladi? Borman. Nimaga bu tort kiyevskiy? Kommentariyada yozib ketinglar. Ko'pirda qolsa bo'lmasmi? Bo'ladi. Men qiynayapman unda. O'zbekchisan-ku. Odamsiz. O'zi bu krem ozgina stabilizatsiya bo'lish kerak edi. Ko'p gapirmang. Bilasizlar-ku, bizda aziz bilan bu narsa mumkin emas. To'g'ri, bizda pishirdik edi. Bu g'irt o'sha yoshlikdagi ta'mmi? Uverimisiz? Inshaalloh, Allohga uyaltiraman. Точнami? Ermashki, yomon kritika qilib ketadi, o'zi yozib ketadi. Gapirib turingman. Tez. Gapiring, sayrab turing. Ha, anaqa. O'rtoqlar, iltimos stabilizatsiyaga yuboringlar, xolodilnikka. Like, podpiska. Kommentariy yozinglar. Kiyevskiy tort yash ko'rardim deydi. Kim qattiq kiyevskiy tort yegan? Necha yosh bo'lgansizlar? Birinchi marta shunaqa dekorli kiyevskiy tort yeganinglarda. Biz gapirdim, so'kdim, jonimga tegding chap tarafdagi. Like bossang bos, podpiskani bossang bos, bo'lmasa ko'rmaysiz. Insofsiz.